Assalomu alaykum Full Trade jamoasi. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi strategiya o'rganamiz. Ya'ni bugungi strategiyamizning nomi QMC strategiyasi. Xullas, sizlar diqqat bilan ko'rsanglar, men cho'tki qilib tushuntirib beraman. Agar xatolik, kamchiliklar bo'lsa, uzr oldindan. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda biz любой valyutni para tanlashimiz mumkin. Tilla, Bitcoin, xullas aksiya bo'ladimi, indeks bo'ladimi, xohlagan valyutning para hamda xohlagan time frame'da foydalanishimiz mumkin. Lekin bitta nosi bor. Bugun sizlar bilan faqatgina sellga nima deydi, strategiyani o'rgatib beraman. Buyga endi sal opasniyroq bo'ladi, lekin buyga ham mana xuddi mana tushuntiradigan strategiyamni teskarisini qilsanglar, o'xshash ehtimoli 70% bo'ladi. Lekin bugungi strategiyamiz 90% gacha o'xshab beradi. 100% lik strategiya bugungi kungacha men ko'rmaganman, hali ham ko'rmayman, chunki bozor har doim o'zgarib turadi, har doim o'zini aytganini qiladi, o'zi xohlaganda yuradi. Buni biz boshqara olmaymiz. Shuning uchun biz bugun qolgan strategiyalarga qaraganda yaxshiroq o'xshab beradigan strategiyani o'rganamiz. Xullas, bizda hozir gold, ya'ni tilla emot time frame ochilgan. Xullas, bugun sizlar bilan QMC strategiyasini o'rganamiz. Bu qanday bo'ladi? Buning uchun birinchi navbatda biz valyutni para tanlaymiz, любой time frame tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin line chartni ochamiz. Ya'ni biz o'sha yaponskiy svecha bo'lib turibdi hozir bu. O'shani biz line chartga o'zgartirishimiz kerak. O'zgartirganimizdan keyin xuddi mana shunday bizda hosil bo'ladi. Grafik hosil bo'lgandan keyin uni kattalashtirib qo'yaylik. Xo'p, hosil bo'lgandan keyin mana bu yerda nomini yozib qo'yibman. Xo'p, biz qiladigan ish xuddi mana shu nima deydi? Ko'rinishda bozorda kuzatishimiz kerak. Ya'ni narx pastdan, e'tibor beringlar, pastdan yuqoriga qarab chiqadi hamda maksimum hosil qiladi. Ya'ni high deymizmi, xullas o'shanday. High hosil qilgandan keyin o'sha high pastga qarab tushadi. Ya'ni low hosil qiladi. Bu yerda low'imiz bor. Low hosil qilgandan keyin bizda maksimum hamda minimum hosil bo'ldi. Endi e'tibor beringlar. O'sha maksimum hamda minimumni endi yana bitta maksimum hamda minimum yorib o'tib yopilishi kerak. Yopilgandan keyin biz qiladigan ish, buni menimcha tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni sizlarga oddiy dehqonchasiga tushuntirib beraman mana. Maksimumni mana maksimum yorib o'tib yopildi. Yopilgandan keyin xuddi shunday mana minimumda ham minimum yangiladi. Mana shu strategiya xullas QMC strategiyasi hisoblanadi. Buni nima deydi, yuragi deymizmi strategiyani? Xuddi mana shunday narsa. Endi sizlar bilan qanday qilib sellga сделка ochsak bo'ladi? Ya'ni short, Binance'dagilar shortga o'sha MetaTrader 4-5 ta xullas aksiya, valyuta, xullas tilla pilla o'shanda ishlaydiganlar sellga сделка ochish uchun bugungi strategiya o'xshab beradi. Xo'p, buning uchun biz mana bu maksimumni qaranglar, e'tibor berib turinglar. Mana bu maksimumni tanasidan xullas mana bu maksimum tanasigacha zona tortishimiz kerak bo'ladi xullas. Xuddi mana shunday zona tortiladi. Xo'p, zona tortganimizdan keyin endi biz yaponskiy svechaga, ya'ni yapon shamlariga o'tib olishimiz kerak. O'tganimizdan keyin xuddi mana shunday bizda holat hosil bo'ladi. Xo'p, holat hosil bo'lgandan keyin endi bitta narsa. Bu yerda biz qarashimiz kerakki, taki qaranglar. Bir daqiqa, mana buni soyasigacha tortarkanmiz xullas. Chunki stop lossimizni qo'yadigan joyi ham bor. O'shani ham sizlar inobatga olib qo'yishingiz kerak. Xo'p, o'zi biz mana bu nuqtagacha tortishimiz kerak edi, chunki mana bu yerda ham ozroq atgatcha bor. Xullas, mayli, mana shu nuqtagacha tortib qo'yamiz. Xullas, qaranglar. Endi buni kattalashtiramiz. Biz qiladigan ish endi mana shu holat hosil bo'lgandan keyin narx pastga ketadi. Pastga ketgandan keyin narx mana bu zonaga kirishini kutamiz. Kiradi, xullas, mana ozgina kiradimi, xullas, mana o'rtasigacha boradimi, tepasigacha boradimi? Xullas, biz sellga сделка ochamiz. Bugungi strategiyaning yuragi, mag'zi shu. Bo'ldi. Endi sizlar qanday qilib stop loss, take profit o'shalarni o'rnatishni ko'rsataman. Xullas, sizlar mana shuni nima deydi, o'rganib olishingiz kerak. Xullas, misol uchun sizlar mana shu, mana qaranglar, ozroq tekkan, no o'xshab bergan bu zona blogimiz bor bizda xullas. Misol uchun mana shu zonadan sizlar shortga, ya'ni sellga сделка ochdinglar deylik. Take qayerda olinadi? Take bizda mana bu minimumni yangilagan minimumda bo'ladi xullas. No, sizlar sal teparoqqa ko'tarib qo'yasizlar, chunki bozor baribir bizni aldashi mumkin. Shuning uchun o'rtarog'iga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. No, endi insof sari baraka. Xullas, shunday qilib qo'yasizlar. Stop loss qanday bo'ladi? Stop loss maksimumni yangilagan maksimum, ya'ni mana bu maksimumni yangilagan maksimumni soyasidan ham tepada bo'ladi.
Tushuntira oldim degan umiddaman. Ya'ni mana shu nuqtalarda bo'ladi. Stop loss, take profit обязательный bo'lsin. Chunki bozorda 100% o'xshaydigan strategiya yo'q. Birorta 100% dedimi, 100 kafolat tilga javob dedimi, bo'ldi u. Xullas, bozorda menimcha pul topmagan. Topgan bo'lsa ham 1-2 kun qiziqishga topgan, keyin borib shu sliv qilib yovib ketgan tradingdan. Xo'p, xuddi mana shunday strategiya. Endi sizlar bilan yana bu strategiyani ko'rishga, ya'ni kuzatishga sizlar bilan harakat qilamiz. Line chartga o'tib olib, endi bitta bilan nima deydi? Nima derdi? To'xtab qolmaymiz xullas. Tak, ketdik bo'lmasam, mana bu yerda bor ekan, men topdim. Endi sizlar bilan buni sinab ko'ramiz albatta. Emot time frame tilla, xohlasalar Bitcoin, xohlasalar Ethereum, xohlagan valyutada funt yena bo'ladimi, xullas. Любой VTI bo'ladimi, любой parada ishlatsanglar bo'ladi. Faqat boshida demoda savdo qilib ko'ringlar, o'zingizlarga uverin bo'lib, keyin bir savdo qilsanglar bo'ladi. Mana shu yerda ham men o'sha QMC ni uchratdim, xullas mana buni. Men olib kelib qo'yaymi, mayli, endi 1-2 ta kanalda bo'lishi mumkin. Mayli, xullas qaranglar. Xo'p, kattalashtiramiz. Mana bu yerda line chartda nima deydi? Qidirsanglar tezroq topasizlar, xullas. Misol uchun yaponskiy o'sha shamladan ko'ra. Xo'p, qaranglar mana bu yerda. Tak. Mana bu yerda high bizda hosil bo'lgan, high yangilagan. Yangilagandan keyin mana bu yerda low ni, ya'ni minimumda mana bu yerda minimum yangilagan, xullas. Emot time frame tilla. Xo'p, yangilagandan keyin biz qiladigan ishni men sizlarga aytdim. Xo'p. Mana bu yerda qaranglar. Mana bu maksimumni, ya'ni highni, yangilagan highni tanasidan sizlar mana bu minimumgacha, ya'ni birinchi maksimum tanasidan xullas ikkinchi maksimumni tanasigacha tortasizlar. Tortganinglardan keyin qiladigan ishinglar mana bu zonaga narx kirishini kutasizlar hamda selga ochasizlar. Lekin mana bu yerda cho'ti hozir 1 daqiqa zonaga kirmagan ekan, lekin meni ko'zimga kirgandek ko'ringandi. Kirgan, chunki bizda soya bor. Soya har doim mana shu strategiyada, boshqasida emas. Support resistancelarda xullas allashi mumkin, lekin mana shu QMC da o'xshab beradi. Chunki narx mana shu zonaga kirgan bo'ladi. Shuning uchun e'tiborga olib qo'yasizlar. Line chartda oqtarib xullas topasizlar hamda zonani chizasizlar. Chizganinglardan keyin yaponskiy shamlarga o'tkazasizlar hamda o'tkazganinglardan keyin mana bu soya misol uchun tepaga xullas mana shu tarzda chiziladi. Ya'ni xullas mana bu maksimumni yangilagan maksimumni soyasidan maksimumni birinchi maksimumni tanasigacha tortasizlar. Xuddi mana shunday strategiya bo'ladi bizda. Soya bizga juda ham katta yordam beradi bugungi strategiyada. Endi boya sizlarga aytgandim, bu nima deydi, ahmoq deb o'ylashingiz mumkin, lekin buni ikkita yo'li bor. Ya'ni men sizlarga boshda aytdim, narx pastdan yuqoriga chiqsa hamda mana bu xullas model xullas hosil bo'lsa, pastga, ya'ni tepaga chiqishini kutamiz hamda mana bu yerdan selga ishlaymiz degandim. Endi sizlarga bitta narsa, buni ikkita yo'li bor. Ikkita xullas bozorda kuzatilishi bor. Narx pastdan tepaga kelib mana bu modelni yasaydi hamda tepadan pastga kelib mana bu model yasaladi. Ya'ni mana bu yerda tepadan pastga kelgan hamda QMC xullas model deymizmi, xullas pattern deymizmi, xullas hosil bo'lgan hamda endi biz qiladigan ish narx pastga tushishini kutamiz. Kutganimizdan keyin mana bu zonaga kiradi. Kirgandan keyin biz selga ishlaymiz, bo'ldi. Qisqa lo'nda. Xo'p, mana misol uchun tak mana men sizlarga aytdim, mana bu maksimumni yangilagan maksimumni soyasidan tepada stop loss o'rnatamiz dedim. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni mana shu nuqtalarda bo'ladi xullas. Xo'p, stop lossimiz mana bu yerda. Take profitimizni ham aytdim sizlarga. Mana bu, ya'ni mana bu lowni yangilagan lowdan ham pastda bo'ladi dedim. Xo'p, pastda bo'ladi, no mana o'xshagan, o'xshamagan emas. Lekin sal opasniyroq, shuning uchun sal teparoq qo'yasizlar. Baribir mana bu yerda narx tushib bergan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu maksimumni tak o'rtasigacha ishlasanglar ham bo'ladi, lekin o'rtasidan sal tushirib qo'yinglar, lekin oxirigacha olib borishinglarni tavsiya qilmayman. Endi o'xshaydi, no baribir nima deydi, risk bor. Shuning uchun normal ishlab ketinglar, bo'ldi. Baribir pul topishimiz kerak, baribir savdo qilishimiz kerak. Shuning uchun mana shu strategiyadan foydalanganimiz ma'qul. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. Line chartga o'tkazasizlar. Nima desa bo'ladi?
Zona mana bu yerga kirishini kutinglar. Mana bu kirgandan keyin selga ochinglar. Kirmasdan turib mana bu yerda mana qaranglar, mana bu zona mana bunday qaranglar, mana bu yerda tushishini kutdik. Tushdi. Mana bunda mayda chuyda atkatlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, pastga tepaga yurdi. Yurgandan keyin mana bu zonaga kirmasdan, hattoki tegmasdan turib pastga ketib qolsa yokida mana misol uchun bitta atkat berib tepaga ketib stoplaringizni urib ketsa, meni yomonlamanglar, chunki mana bu zonaga kirmagan bo'ladi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Mana bu yerda line chart degan narsa bor. Mana bu zonaga kirish kerak. Kirgandan keyin mana bu soyasi kirish kerak xatyabi. Shamni o'zi kirsa-ku normal xullas. Soya kirsa o'xshab berish ehtimoli 95%. Lekin 100% demayman. Endi sizlar bilan oddiy men sizlarga ikkita holat chizib ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Всё, shu bilan nima deydi, videoni yakunlasak ham bo'ladi. Ekran sal kattalashtiramiz. Xo'p. Xullas, yana bitta narsani eslatishim kerak. Binance Futures'da ishlaydiganlar shortga сделка ochadi. Insof bilan plichoni belgilaylar. 10x yetadi, 15x yetadi endi. Xullas, normalli. Agar sizlar MetaTrader 4.5 da ishlaydiganlar bo'lsa, lot insof bilan ochinglar. 001 da, 002 da ishlab ko'ringlar, keyin 010, 020 sekin. Lekin bir lot tavsiya qilmayman baribir. Xo'p, xullas o'shanda. Sizlar Binance Futures'da ishlaysizlarmi? Shortga bugungi strategiyadan sizlar shortga pozitsiya oqtarishingiz kerak. Любой valyutniy parada, любой time frame'da. Xo'p, birinchi holatni ko'rib chiqamiz. Xullas, mayli, boya ko'rsatganimiz ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni narx tepadan pastga qarab keladi. Xuddi mana shunday holat hosil bo'ladi. Hosil bo'lgandan keyin qaranglar, xo'p, uzilib qoldi, uzr. Hosil bo'lgandan keyin mana shu yerdan mana bu highni, mana bu maksimum yangilab qo'yadi. Yangilagandan keyin mana bu yerda qaranglar, mana bu yerda minimumni ham yangilaydi. Xo'p. Ya'ni mana bu maksimumni mana bu yangiladi. Buni boshqa rangda o'tkazamiz, mana misol yashil. Xo'p, to'g'rog'ini topaylik mana. Buni maksimum yangiladi, minimumni mana bu minimum yangiladi. Bo'ldi, всё. Yangilagandan keyin biz zona tortamiz. Zonani qanday tortamiz? Xullas, maksimumni yangilagan maksimumni soyasidan agar mana bu yerda nima deydi? Tak, o'shani ham tushuntirib ketayin endi. Mayli, shuncha qilding, yaxshilik qilding, oxirigacha qil. Xullas, mana misol uchun xullas mana bu sham bo'lsin, qaranglar. Mana bu sham bo'lsin. O'shani misol uchun soyasi bo'lishi mumkin. Ya'ni shamni soyasi bo'lishi mumkin mana bunday. Xo'p, soyasidan qaranglar mana. Mana shu shamni soyasidan maksimum yangilagan maksimumni soyasidan yangilangan, ya'ni oldingi maksimumni tanasigacha tortasizlar, soyasigacha emas. Xullas, tanasigacha tortasizlar. Tortganinglardan keyin sizlar qiladigan ish, narx pastga ketgandan keyin sizlar qiladigan ish, narx mana bunday keladi. Mana misol uchun bu o'ynashi mumkin, flat bo'lishi mumkin. Sizlar mana bu zonani tortib yurasizlar. Endi dalish ketib qolsa bu zona kerak emas bizga. Bo'ldi, всё. Strategiya o'xshamadi. Zilga kirmaysizlar. Xullas, hech qanday bizda foyda ham, zarar ham bo'lmaydi, xullas. Xuddi shunday narsa mana pastga tushadi, tepaga chiqadi. Xullas, mana bu zonaga kirishini kutamiz. Xullas, mana shu bizga signal. Kirdimi? Bo'ldi, всё, biz selga zilga kiramiz. Bo'ldi, всё. Ochiq oydan hech qanaqa yashirmasdan, mayda chuyda gurunglar qilmasdan sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman. Endi yana bitta stop loss take'ga qaytadigan bo'lsak, xo'p. Mana buni sal surib qo'ying, xullas. Sizlarga hozir boshqa holatini ham ko'rsatishim kerak. Xo'p, mana buni o'chiring, xullas. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. Qaranglar mana. Narx pastga ketdi, mana chiqdi, tushdi, mana bunday holat bo'ladi. Zonaga kiradi, uje biz selga ishlaymiz, xullas. Tushundinglarmi? Xuddi mana shunday holat bizda kuzatilishi kerak bo'ladi. Xo'p. Stop lossimizni hozir take profitimizni ham tushuntirib o'taman. Xullas, qaranglar mana. Bu birinchi holat, xullas. Stop lossimiz har doim men sizlarga tushuntirdim. Mana bu maksimumni yangilagan maksimum, ya'ni highni yangilagan highni yuqorisidagi soyasidan ham tepasida bo'ladi, xullas. Maksimum yangilagan maksimumni soyasidan tepada stop loss o'rnatib qo'yinglar. Qancha tepa bo'lsa shuncha yaxshi, lekin shunchalik yomon ham bor. Yomon joyi ham bor. Chunki stop loss katta bo'lsa, lekin baribir strategiya o'xshamaydigan vaziyat bo'lishi mumkin. O'xshamasa, katta zarar qilib, strategiya mana bu nima deydi? Tepaga qo'yib qo'ymanglar, mana bu nima deydi? Eng maksimum yangilamagan maksimumga qo'yib qo'ymanglar, $2000 kerak emas u. Biz scalping qilsak yaxshiroq bo'ladi, xullas. Bu kichkina time frame tem bo'laydi, xullas. Xo'p,
Mana xullas mana shunday qo'yasizlar. Qo'ygandan keyin tek insof sari mana shu o'rtalarda qo'ysanglar bo'ladi, lekin mana shu nuqtagacha o'xshab beradi. No, sal ko'tarib qo'yinglar bo'ldi, hech kim baqirmaydi. Xo'p, baqirsa aytasizlar. Xo'p, mana. Xullas, bu narx tepadan pastga tushib, mana bunday holat hosil bo'lgan. Mana misol uchun bu pastga tushsa, mana yovib ketsa, mana bu holat hosil bo'lsa, bo'ldi bizga. Bu qiziq emas. Tepadan chiqqanda lekin mana shunday bo'lishi kerak. Uzr, adashib ketdim. Xo'p. Pastdan tepaga chiqqanda boshqacharoq bo'ladi. Hozir sizlarga bu holatini ham tushuntirib o'taman. Xo'p, endi narx pastdan tepaga chiqish ehtimoli ham bor, o'zingizlar bilasizlar. O'shanday holatini ham ko'rib chiqamiz. Tepaga chiqdi, tushdi, high low nima deydi, hosil bo'ldi. Endi buni yana bitta high va low xullas yangilash kerak. Yangiladi. Yangilagandan keyin biz mana bu nima deydi? Xo'p. Xullas, mana bu yerda soya bo'lsa, ya'ni mana bu hayni yangilagan hayni soyasi bo'lsa, xullas o'sha maksimumdan xullas mana bu birinchi hayni tanasigacha tortasizlar. Shamni tanasigacha tortasizlar. Tortgandan keyin sizlar qiladigan ish selga ishlash bo'ladi. Ya'ni zonani kutasizlar. Mana bu narx pastga ketib qolsin, yo'q ketsin. Xullas mana bu yerga qaytib kelsa bo'ldi, sizlar selga сделка ochasizlar. Xuddi shunday ishlanadi. Xo'p, mana buni chetroqqa surib qo'yib, skrinshot qilib olishinglar uchun men sizlarga imkon yaratib beraman. Xo'p. Tak, hozir 1 daqiqa short position qo'ydik. Stop loss pastroqqa tushiramiz. Tushirganimizdan keyin xullas takeimiz o'zingizlar bilasizlar. Mana bu nima deydi? Xo'p, buni ham chizish esdan chiqib ketib qopti, uzr. Ming bor uzr. Mana hayni yangiladi. Buni sizlarga men yashil rangda tushuntirayotgandim. Xo'p, mana buni teparoqqa ko'taramiz xullas, mana shunday narsa. Mana bunday qilaylik, mana yaxshiroq o'xshar ekan. Xo'p. Tak. Xuddi mana shunday holat hosil bo'ladi. Hosil bo'lgandan keyin mana xullas 1 daqiqa. Xo'p, mana hayni yangiladi, ya'ni maksimum yangiladi, minimumda ham minimum yangiladi. Endi mana bu yerda mayda chuyda gurunglar bo'ladi, hamda tepaga chiqib mana bu zonaga kirsa, sizlar selga сделка ochasizlar. Bo'ldi, oddiy strategiya, oddiy nima deydi, yechim savdoyilarga. Binance da ishlaydiganlar nima deydi, sizlar uchun alohida nima deydi, darslarimiz bor mana bu yerda. Mana shu videoni opsiyasi hamda kommentariyasida silka qoldiraman. Binance darslari degan kanalda linkini qoldiraman. Sizlar o'tib darslarni bepul ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda hammasi tushuntirilgan. Xullas qaranglar, mana noldan tushuntirilgan mana. Binance ro'yxatdan o'tish, verifikatsiyadan o'tish, xullas mana bu yerda tushuntirilgan. Hamda mana bu yerda Binance ga pul kiritish, chiqarish, spotda savdo qilish, futuresda savdo qilish hammasi tushuntirilgan. Stop loss, take profit yoqishlar hammasi tushuntirilgan. Faqat sizlar kirib o'rganishingiz kerak. Xo'p, yana bitta narsa, mana bu yerda forex ga qiziqadiganlar uchun forex da ham darslarimiz bor. Hammasi tushuntirilgan, o'rgatilgan. Qaranglar. Brokerda ro'yxatdan o'tish, broker orqali pul kiritib chiqarish, savdo qilish hammasi tushuntirilgan. Real shot ochish, real shot MetaTrader 4 ga ulash, MetaTrader 4 da savdo qilish, pul kiritib chiqarish hammasi tushuntirilgan. Savdo qilish ham tushuntirilgan. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, xullas hammasi tushuntirilgan. Faqat o'rganadigan odam kerak, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Strategiya ham mana sizlarga qo'lingizga topshirdim, tabarruk qo'lingizga. Xullas darslar kommentariy opsiyasida silkalari bor. Forex darslar deb xullas silka qo'yib qo'yaman. Forex o'rganmoqchilar kirib o'rganinglar. Brokerimizning linki bor. Endi sizlar poddesh qiladigan joy shu. Xo'p, o'tinglar, pul kiritib chiqarib ko'ringlar. Agar Binance da savdo qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, Binance darslari deb yozib silka qo'yaman. O'sha silka orqali kirib o'rganinglar. Shortga sizlarga men strategiya taqdim etdim. Agar mana shu video ostiga 1000 ta like yig'ib bersanglar, bundan ham cho'tki strategiya o'rgatib qo'yaman. Bu ham lekin o'xshab beradi. Lekin men bundan keyingi nima deydi, o'rgatadigan strategiya ham bundan ham ko'proq o'xshab beradi bozorda. Xo'p, menimcha mana bu holat sizlar skrinshot qilib olishingiz kerak, chunki kerak bo'lib qoladi. Xo'p, xuddi shunday narsa menimcha o'rgana oldinglar degan umiddaman. Agar beminnat o'rgangan bo'lsanglar, beminnat like hamda obuna bosib qo'yinglar. Komment bo'lsa, endi mayli yozib qo'yinglar. Hammasini o'qib chiqaman.
Xullas, QMC strategiyasini sizlarga bugun boshdan oxirigacha o'rgata oldim degan umiddaman. Hech qanday sekret-pekretlarni qoldirmasdan o'rgatdim. 90% o'xshaydi. Qaytaraman, 90%. 100% strategiya tradingda yo'q. Bo'ldi. Xo'p, keyin yana bitta narsa, strategiyalarni haftada bir, oyda bir, misol uchun 1 oyda bir chiqarib turaman. Agar sizlar tezroq natijaga chiqmoqchi bo'lsanglar, tezroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, qiziqishinglar yuqori bo'lsa, alohida bizda VIP guruhlar bor, o'zinglar bilasizda, narxlari qimmat, forex bo'yicha qimmat, lekin kripto bo'yicha arzon. Kimda VIP guruhga ulanish niyati bo'lsa, xullas mana shu videoni opsiyaniyasida adminni lichkasini qoldiraman, bemalol o'tib yozishinglar mumkin. Mana shunday strategiyadan VIP guruhimizda 60 ta darslik taxlangan. Hech qanaqa onlayn kurs yo'q, hech qanaqa offlayn kurs yo'q. Darsliklar video formatda qayta-qayta ko'rib, bemalol praktika qilib plyusga chiqishinglar mumkin, lekin to'lov bor. Xohlovchilar o'rganinglar, xohlovchilar bo'lsa, bemalol kirib o'rganishinglar mumkin. 60 ta o'xshaydigan, o'zim foydalanadigan strategiyalar taxlangan. Kim xohlasa ulansin. Xullas, nima deydi? Xuddi shunday narsa, bepul ham bor, pulli ham bor endi. Xuddi shunday narsa. Bepul darslar, xullas, kommentariy opsiyaniyada qoldirilgan. Agar VIP guruhga ulanmoqchi bo'lganlar, adminga yozib ulanishinglar mumkin. Videoga like bosinglar, 1000 ta likedan keyin chotki strategiya kutyapti sizlarni. Faqat sizlar 1000 ta like sizlardan 1000 ta like kutaman. Xo'p, agar yaqininglar, do'stinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu strategiyani foydalanib ko'ringlar. M1, M5, M15, M30, H1, daily, H4, weekly, monthly, любой time frame'da, любой parada sinab ko'ringlar. Endi stop urgan joylari ham bo'ladi. No, stop urgan vaziyatdan keyin ham bir normalga o'xshab beradi. 10 ta vaziyatdan 8-9 tasida xullas teyikda uradi. Xullas xuddi shunday narsa. Hammaga rahmat, hammaga omad. Bu videoni silkasini o'zinglar bilasizlar, pastda share degan knopka bor, jo'natish degan, send degan knopka bo'lmaydi, share yozilgan bo'ladi. O'shani strelkani bosib, do'stlaringizga ham silkasini tashab qo'yinglar. Ko'rsin, o'rgansin. Agar xatoliklar bo'lgan bo'lsa, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr, nima deydi? Hammaga rahmat, hammaga omad, savdoinglarga rivoj, stop loss, take profit qo'yinglar, qo'ymasdan minusga kirib meni yomonlamanglar. Strategiya o'xshaydi, prosta 10 tadan 9-8 ta, 10 tadan 10 ta o'xshaydigan joyi ham bor. No, endi baribir aytdim sizlarga 100%lik dunyoda menimcha hech narsa yo'q. Nima deydi? O'xshaydigan narsa. Xo'p. Omad, savdoga rivoj, 1000 ta like kutaman. Hammaga rahmat.